to'g'ri diniy urf-odatlarimizni to'g'ri tushuntirish kerak. To'g'ri. Nima mumkin, nima mumkin emas. Mana e'tiborsiz yirtiq ana jinsilida yuribdi. Kechirasiz. Mayli ayol yomon bo'lsin, lekin o'sha yirtiq jinsi kiyganni otasi bormi? Akasi bor. Akasi bormi? Ukasi bormi? Mana vijdoni, men erkakman degan vijdonli erkak yonida bormi, yo'qmi? Nimaga qo'yib yuborishadi? Nimaga indashmaydi? Chochini yoyib yurishibdi. Endi hozir odat bo'ldi-da. Eski o'zuzani o'zbek urf-odati bo'yicha mana bizga buvimiz aytganlar, chochini yig'ib ol. Ota-ona o'lganda chochini yoyasan, chiqasan ko'chaga dotlab. Hozir chochini yoymagin deyishadi. Hozir kechirasiz, onalarimiz, mana hozir kattalarimiz aytibamiz, buva bu 40 yoshda buvi bo'lyapti. Bu maktabga kelyapti. Biz majlis o'tkazyapmiz. Yonimda domla o'tiribdilar. Kiyinish madaniyatini muhokama qilyapmiz qizlarimizni. O'g'il bolalarni aytayotganimiz yo'q. Qiz bolalarni kiyinish madaniyatini. Va zalga qarasam, men domlarni oldim, men uyalib ketdim. Yarim yalang'och onalar o'tiribdi. Xo'p, nimaga yarashadi? Nima bo'ladi ertaga? Nimaga? Mana hozir siz aytyapsiz. Kechirasiz. O'sha ayolni eri bormi? Hamma yog'ini ochtirib qo'ygan, rashk qilmaydigan erkak nima deylardi ilgari paytda? Dayus deylardi. Qani erkaklarimiz qayerga qarayapti? Nima uchun sizlar xotinlaringizga ana qilib Tarbiya mashqdan boshlayapti tarbiya. To'g'ri.